Video obzorimizda G-Tour X70 FL Premium Plus komplektatsiyasi. Aynan G-Tour X70 modelimiz o'zining segmentida 7 kishilik oilaviy crossover hisoblanadi. 4 silindrdan iborat, ya'ni switch bobina ko'rishingiz mumkin. Dvigatelimiz tsepli hisoblanadi. Injektor, dinam, zaslonka barchasi dostupli joyda joylashgan. Avtomashinamizning diska baloni haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsak, aynan G-Tour X70 modelimizning diska balon diagonali 235 ga 60R18. Umumiy hisobda 18 diagonalda hisoblanadi. Rul qismiga kelsak, modelimizning ruli bu elektro usilinli multimediali hisoblanadi. Oddiy gidrolika yoki da elektronika emas. O'rindiqlariga ham alohida e'tibor berishimiz shart. Bunga misol to'liq perforatsiyadan iborat hisoblanadi va barcha o'rindiqlarimizda abagrev tizimi mavjud. Modelimizning orqa qismi juda ham keng va qulayliklariga kelsak, aynan barni orqa qismida G-Tour X70 FL modelimizning bagaj qismi elektropaket hisoblanadi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Sultanov Motors hamda G-Tour Qarshi kanali obunachilari. Barchangizni Sultanov Motors G-Tour Qarshi rasmiy avtosalonda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xo'p, bugungi video obzorimizda G-Tour X70 FL Premium Plus komplektatsiyasi. G-Tour X70 FL modelimiz 2 komplektatsiyadan iborat va aynan G-Tour X70 modelimiz o'zining segmentida 7 kishilik oilaviy crossover hisoblanadi. Aynan bugungi video obzorimizda Premium Plus komplektatsiyasi. G-Tour X70 modelimizning har ikkala komplektatsiyasi 1.5 litr ob'yom turbo MPI dvigatel bilan jihozlangan. Operator yaqinroq kelsangiz, biz ma'lumotni motorxonani o'zidan bersak. Dvigatelimiz soddalashtirilgan va eng asosiysi Euro 5 standartiga tegishli. 4 silindrdan iborat, ya'ni switch bobina ko'rishingiz mumkin. Dvigatelimiz tsepli hisoblanadi. Injektor, dinam, zaslonka barchasi dostupli joyda joylashgan va undan tashqari motorxonamiz shuma izolyatsiyadan iborat. Tormoznoy ABS sistema ustilinli hisoblanadi va eng asosiysi dvigatel Germaniya mahsuloti. Undan tashqari 156 ot kuchidan iborat. Garatskoy siklda o'rtacha rasxod 7-8 litrni tashkil etadi va undan tashqari dallida stabilniy 6 litr rasxodi bor. Modelimizni tashqi ko'rinishi haqida ma'lumot bersak, aynan G-Tour X70 FL modeli bu restyling hisoblanadi. Ya'ni yangilangan. Umumiy hisobda aynan G-Tour X70 FL modellari 2026-yil zborka hisoblanadi. Buni ham ma'lumot o'rnida aytib o'tishim shart. Qulayliklariga kelsak, 360 gradus kamera, zamonaviy 3D reshotka bilan jihozlangan, oldi-orqa parktroniklari mavjud. Farasga kelsak, proyeksionli linzaviy optika hisoblanadi va undan tashqari tumankalari svetodiod. Avtomashinamizning diska baloni haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tsak, aynan G-Tour X70 modelimizning diska balon diagonali 235 ga 60R18. Umumiy hisobda 18 diagonalda hisoblanadi va qulayligi shundaki, to'rtala kolosda ham tormoznoy sistema oporniy diskda. Balonlarimizning o'rtacha probegi 60-70 mingni tashkil etadi va yana bir qulayligi shundaki, podkrellik tag qismi, ya'ni barxit bilan izolyatsiya qilingan, ya'ni shuma izolyatsiyasi ham mavjud. Kuzovdagi yana qo'shimcha qulayliklar. Bokovinkalarida abagrev paket mavjud, 360 gradus kameralari ham mavjud va eshik ruchkalarida beskulchvoy dostуп ham mavjud. G-Tour X70 FL modelimizning salon qismi bu BMW dizaynda ishlangan. Bunga misol klimat kontrollari va splashnoy deflektorlari alohida e'tiborga ega va undan tashqari salonimizni ichki qismi 80% kojadan iborat va qo'shimchasiga 50% zavoddan shuma izolyatsiyasi ham mavjud. Rul qismiga kelsak, modelimizning ruli bu elektro usilinli multimediali hisoblanadi. Oddiy gidrolika yoki da elektronika emas. Rulimizda abagrev tizim mavjud. Chap tomonda cruise control, adaptiv cruise control, o'ng tomondagi knopkalari bu multimediani boshqarish tizimi hisoblanadi. Speedometrimiz bu sifrovoy hisoblanadi va undan tashqari boshqarish tizimidagi alohida monitor bilan jihozlangan. Monitorimizning o'zida Apple CarPlay, Android Auto mavjud va undan tashqari 360 gradus kamerasi ham mavjud. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz 3 xil rejimda harakatlanadi: Eco, Normal, Sport va undan tashqari rulni o'zida 2 rejim mavjud. Bu komfort hamda sport. Yana qo'shimcha qulayliklariga kelsak, klimat kontrol aynan shaxsan o'zimga yoqqan tomoni juda ham did bilan ishlangan, ya'ni xromdan ishlangan knopkalari, ya'ni yo'l davomida siz monitorga chalg'imagan holatda knopkalar orqali barcha salondagi funksiyalarni bajarsangiz bo'ladi. Va undan tashqari modelimizda беспроводной zaryadnik mavjud, USB portlari mavjud va yana bir qulayligi shundaki, salondan tushmagan holatda siz bagajni ochib
yopishingiz ham mumkin. Marhamat. Ko'rsatishingiz mumkin. Va shu holatida ham bemalol salondan tushmagan holatda bagajni yopsangiz ham bo'ladi. Yana qo'shimcha qulayliklari elektronli ruchnik avto hold. Korobka uzatmasi bu 6 pog'onali hisoblanadi. Roberto Zirvinning robot avtomat. 5 yil yoki 150 ming kafolati ham mavjud. Bar qismiga kelsak, barida muzlatish, sovutish tizimi mavjud va 12 volt перекрутитель ham bor. O'rindiqlariga ham alohida e'tibor berishimiz shart. Bunga misol to'liq perforatsiyadan iborat hisoblanadi va barcha o'rindiqlarimizda abagrev tizimi mavjud. Va yana bir modelimizning qo'shimcha qulayligi shundaki, lobavoy qismida ham har ikkala bokovinka qismida va bagaj oynasida abagrev paket mavjud. Ya'ni qishni kunida mashina tashqariga turgan holatda 30 sekundda muzlagan holatni bemalol eritib yuboradi. Va albatta modelimizda xalqimiz sevgan 1,5 kvadrat kattaligiga ega panoramli lyuk ham mavjud. Modelimizning orqa qismi juda ham keng va qulayliklariga kelsak, aynan barning orqa qismida deflektorlari bor, USB portlari bor. Va eslatib o'tishim shart, modelimizning orqa o'rindiqlarida ham abagrev sistemasi mavjud. Marhamat, ko'rishingiz mumkin, knopkalari aynan barning o'rta qismida joylashgan. Va yana bir qulayligi shundaki, podlokotnik hamda podstakanniklarimiz bor. Va yana bir qulayligi, aynan siz uzoq yo'lga chiqsangiz, aynan o'rindiqlarimizni 60 gradusga yotqizib, ya'ni belda muammo bo'lgan holatda charchamasdan yo'lda davom etsangiz bo'ladi. Bunga misol marhamat. Ko'rishingiz mumkin. Jitur X70 FL modelimizning bagaj qismi elektropaket hisoblanadi. Marhamat. Ko'rib turganimizdek, 6-7 o'rindiqlari tikka turgan holatda umumiy hisobdagi bagaj hajmi 100 litrni tashkil etadi va aynan zarurat bo'lganda ishlatilinadi va ko'pincha bagaj sifatida ishlatilinsa, ya'ni 5 o'rindiqda ishlatilinsa, umumiy hisobdagi bagaj hajmi 500 litrni tashkil etadi. Va yana bir qulayligi shundaki, bu yog'i yoz toqqa chiqish bor, oilaviy o'rtoqlar bilan dam olishga chiqish bor va aynan qulayligini sizga tushuntirib o'tishim shart. Bu yo'q yoz, dam olishga chiqdingiz, o'rtoqlaringiz bilan oilaviy, palatka shart emas. Tog'damisiz, misol uchun soyda bo'lishingiz mumkin. Bemalol mashinaning ichida dam olsangiz bo'ladi. Umumiy hisobdagi bagaj hajmi 1600 litrni tashkil etadi. Shunda dvoxspalni hisobida o'tadi. Barida xolodilniki bor, monitorida va ma'lumotlarda aytib o'tishim shart. Monitorda YouTube 100% tushadi. Xalqimiz sevgan panoramli lyuk mavjud va katta bagaj hajmi ham mavjud. Qo'shimcha qulayliklardan biri bagaj qismida detsk rejimlari ham bor. Va bu aynan bagaj bilan kifoyalanmagan, to'rtala oynasida hamda panoramasida ham detsk rejimlari mavjud. X70 FL modelimizning har ikkala komplektatsiyasida ham ходовой sistema italyanskiy независимый McPherson hisoblanadi. Ya'ni umumiy hisobda har biri mustaqil ravishda alohida harakatlanadi. Marhamat operator, ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Orqa qism dizayni ham alohida e'tiborga ega. Stoplari Lexus dizaynda ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Выхлопной sistemalari ham alohida e'tiborga ega. Va boshida aytib o'tganimizday, orqa qismida ham parktroniklari mavjud. Jitur X70 FL Premium Plus komplektatsiyamizni tan narxini aytib o'tsak, belgilangan tartibdagi tan narxi 318 million 500 ming va siz xohlagan to'lov usuli asosida xarid qilib olishingiz mumkin. Bunga misol naqd, avtokredit, перечисление, trading hamda foiz penalarsiz рассрочка imtiyozi orqali xarid qilib olishingiz mumkin. Boshlang'ich 25% bilan o'z nomingizga ham rasmiylashtirishingiz mumkin. Va undan tashqari naqd xarid qilaman desangiz 300 million. Aynan Sultanov Motors Jitur qarshi rasmiy avtosalonida chegirma borligi sababli endilikda siz naqd xarid qilaman desangiz 280 millionga chiqazib berishimiz mumkin, faqatgina soni cheklangan. Va qo'shimcha ma'lumot o'rnida aytib o'tishim shart, aynan Jitur X70 FL Comfort komplektatsiyasini belgilangan tartibdagi tan narxi sotuvda 300 million.
va siz 1 yildan 4 yilgacha bo'lgan muddatda foiz paylalarsiz o'z nomingizga rasmiylashtirib olishingiz mumkin. Agarda siz naqd xarid qilaman desangiz, aynan komfort komplektatsiyasini 270 millionga chiqazib beramiz. Eslatib o'tishim shart, aynan Jitur X70 modellarimizni kafolati 5 yil yoki 150 mingni tashkil etadi. Barchangizni Sultanov Motors, ya'ni Jitur Qarshi rasmiy avtosalonda kutib qolamiz. Tanlovda adashmang.